Bismillahirrahmanirrahim. Biz Qibray tumani madaniyat jamoasi turimizda yangi qavat va yonariqdan to'shgan o'rtasida Dada Muhammad Hoji Firda jome masjidi atrofida turimiz. Hozir bu yerda hashar qilib, hop Ziyoda ukamiz svarka qilyapti, xudo xolisa. Tepada ukam otizmaydi? To'xtamurod ukamiz qarindoshimizda tepada qarashyapti, mana xudo xolisa. Ham Saida Ahroxona o'rzo bo'lsin. Ochig'az bosh bo'lsin, mana qarashyapti. Hashar bilan shu paytda. Xudo xolisa mana. Ziyoda ukam svarkasini qilib, qishga tayyorgarlik qilishyapti, baraka topsin. Mana akillik yaxshi bo'ladi. Mana akilni bir yoqdan bosh chiqarsak, bo'linib ketmasdan hammamiz bir yoq boshqa xona mana bu yerga katerlik xonamiz bitta, xudo xolisa mana. Hop. Mana endi sekin-sekin mana shogirdlarim Murzosi mana Abdumalik hoji shogirdim mana u ham chiroyli ish bo'lyapti. Abdumalik hoji bilan tanishsizlarmi? Ha. Uka mana o'rnimga qo'ydim, ish bo'ladi. Banga o'xshab mehnatkash ya. Ish bo'lyapti, baraka topsin. Mana. Qo'barimiz yo'qmi mana? Yo'q, men turga olishish kerak ekan. Mana orqasidan o'tayotganda qilganlar ekan. Ikkinchi qara ana. Baraka topinglar. Mana. To'xtamadagi bo'ldi bu yoq. Bak qo'shdan o'zi. Mana ketasiz. Mana men bilan tayyorlab qo'yishdi mana. Baraka topsin mana. Kater xonam bitta, xudo xolisa. Mana men bu yerga turbalar o'rnatib ishgan tayyorlab qo'ydik. Tekish mana. Xudo hamma chiroyli bo'lyapti. Risoladik. Ha? Mana chiroyli bo'lyapti mana. Ha, o'zlar qo'qqovni yoqqa chiqarib o'ring bemalol. Mana. To'kkatda bo'ladi faqat. Ahroxon baraka top. Muborak bo'lsin ani yangi farzandlarga. Ilohim. Umri uzoq bo'lsin. Xudo tabar jannatga o'tdi ekansan, xudo xolisa. Umri uzoq bo'lsin. Sizlar katta olma qiz bo'lsin. Ilohim. Ana bo'pti. Xudo xolisa Ziyoda sizga ham omad bersin. Nima tegishingizda ne unaqasi? Anaqada ham mozorda ham anaqada ko'lib tishadingiz. Suvli chiqaverdingiz. Bo'ldi, to'xtamadagi zo'r. Ota-onangizga men rahmat sizni har bir. Qara, hozir mana sizga o'xshagan odamlar hozirdan ko'paysin-da. To'xtamadagi mana. Yo'q, qaqon kerak emas endi. Ham chiroyli o'rnatib qo'ydi. Menga rahmat qo'ying, xo'mi? Bitta men o'zim atab qo'ying. Yorqin bo'lib, bo'lmadi, o'tishga qo'rqmaydi. Ha, baraka. Mana bitta kafirlarni terdi. Abbos Said Abbosxon terdi. Chiroyli qo'ydi sho'rlarni qarang, xudo xolisa. Halma usta yo'q beraman deb chiroyli qilib sho'rda yong'ir o'ti bilan qilib, men bu uyimizga bitta chiroyli uy so'zam. Hayit namozlarda, lekin Ramazon oylarida o'qib turamiz namoz, xudo savob bo'ladi. Bo'pti, ishingga qanaqa keltirsa.